Assalomu alaykum hurmatli YouTube obunachilarimiz. Shinareta 30 qo'sh bola modelimizga keldi. Xudo xolasa bonuslardan ideal qilib beryapmiz. Bonuslarga keladigan bo'lsa polibak benzin, polik bonusiga mashinamiz 1.6 donus motor, 124 tot kuchiga ega. Old oblisovkalar, bomba oblisovka, faralari galagan fara, tumankalari bor. Xudo xolasa mashinamiz 100 kilometrga 8 litr rasxod qiladi, 55 talik bak, 315 ga 1.72 bort uzunligi, ya'ni eniga 1.72, uzunasiga 3.15. Xo'p, zadni kamera bor, ko'rib turganingizdek. Mashinamizda dizayni ancha chiroyli, plutlari ham neobычный ishlov berilgan. Ko'rib turganingizdek, ikkitalik kaltlari bor, qo'sh balon. Xo'p, ushbu mashinamizni ichki qismini ko'ramiz, ya'ni zapaska turibdi hozir, bunda hech narsa bo'lmaydi. Xo'p, bularga dish elementlari, elektron oyna tushirib ochishlari, yonlarida ko'rishingiz mumkin. Ichlari ancha neobычный, shofer tarafdan o'tirib, polni ko'rsatib beraman. Oldi dizaynlari ham ancha chiroyli o'ziga nisbatan. Xo'p, bismillah. Ochgandan keyin elektron usluidning ruli bor, 5 talik mexanika korobka, 4 bosqichli iqlim nazorati, 5 dyuymli sensorli displey. O'sha sensorli displeydan ko'rsatib beraman. Xo'p, mana ko'rib turganingiz monitorlari avtomatik o'chadi hozir. Xolasa Shinareta yana o'zini brendini bildirish uchun perforatsionniy sidena bo'ladi. Ya'ni Abduf Abagirov avtomatik qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bitta bosam o'zi avtomatik tushadi. Ko'rib turganingiz hech kim bosayotgani yo'q. Yoni ham mana bemalol tushib. Bo'ldi, xo'p. Ushbu Shinareta modelimiz kimgadir ham qiziq bo'lsa, pastki raqamlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Xo'p, manzilimiz Toshkent shahar, Sergeli 2-mavzi, Chinor va Qipchoq metro bekati yonida avtosentr avtosalon. Sizni avtosentr avtosalonimizda kutib qolamiz.